Shavkat uka, qalaysan, yaxshimisan? Charchamayapsanmi? Ishlaring yaxshimi? Kecha pul so'ragan ekansan, bankka bora olmadim, shamollaganimdan. Tezda degan programma bor ekan, o'shandan yuborib qo'ydim. Humo Uzkartga yuborsa bo'lar ekan. Ha, kursi ham yaxshi, ancha baland ekan. Yana eng zo'rini aytaymi? Karta raqaming esimdan chiqib ketdi. Telefon raqamingni yozsam, 4-5 ta kartang chiqib keldi, tashab qo'ydim. Mayli, charchama. Shoqchoqdan Ergashev akamiz shunaqa aytdi. Odilxon yoki qaysi biri yutsa Samandar bilan ukamiz tank bilan urishadi degandi. O'z so'zida turibdilar akamiz. Samandar tank yana oktagonga qaytdi. Mana bugun biz Samandar ukam bilan menejerlik shartnoma imzoladik. Avvalgi debyut jangida u chiroyli g'alabaga erishib, quvonchni muxlislar bilan bo'lishgan edi. Endi esa u yanada katta jangga tayyorlanmoqda. Bu safar Samandar tank g'alaba qozonish uchun yanada kuchli tayyorgarlik ko'rishi shart. Hattoki qo'l zarbalarini oshirish maqsadida Shohjahon Ergashev bilan sparring tushmoqda. Hozirgi kunda Samandar tankka raqib izlanmoqda. Nima bo'lishidan qat'iy nazar albatta hamyurtimizga omad yor tilaymiz. Qadrli do'stlar, videoni ko'ring va albatta o'z izohingizni kommentariyaga yozib qoldirishni aslo unutmang. Bilishimiz bo'yicha Odilxon Kamolov qanaqadir boks federatsiyasida 2 marta jang qilib, yutgan odam sizga qarshi jang qilish kerak edi. Odilxon Kamolov yutdi, lekin sizlarda Odilxon aka bilan boksdagi janglar haqida hech qanday ma'lumot yo'q. O'tgan turnirda shunaqa gap aytilgandi. Shoqchoqdan Ergashev akamiz shunaqa aytdi. Odilxon yoki qaysi biri yutsa Samandar bilan ukamiz tank bilan urishadi degandi. O'z so'zida turibdilar akamiz. U любой payt bizga bu narsani bo'yda tashkillashtirib beradi. Faqat endi Odilxon rozi bo'lsa, men tayyor, liga tayyor, Odilxon bilmadim tayyormi yo'q. Bo'y sportsmenning hurmatini joyiga qo'yaman. Chunki u sportsmen, u mehnat qilyapti, harakat qilyapti. Hech bitta sportsmenga men hurmatsizlik qilmayman. O'zimda vatandoshim bo'lsin, boshqa birov bo'lsin, bu sport. Bugun men yutaman, ertaga u yutadi yoki u yutqazadi. Men bugun yutaman. Bu sport. Hech qanaqa odam o'ziga jiddiy qabul qilib, sportsiz men yasha olmayman degan narsani o'ziga qattiq qabul qilish kerak emas. Bu oddiy shamol deydi, bu sport shunaqa, chiqish kerak, bo'ldi, urish kerak. Kim kuchli bo'lsa shu yutadi xolos, bo'ldi. Bir-biriga ko'ngliga g'arazli niyat bilan chiqib, sen u eding, bu eding tortishga hech narsa arzimaydi. Bu sport. Kim kuchli bo'lsa chiqadi, yutadi. Misol uchun men ertaga o'zimni vatandoshimdan yutqazsam ham xafa bo'lmayman. Men chunki meni vatandoshim. Misol uchun men boshqa chet davlat bo'lsa edi, mayli edi. Alam qilsa bo'ladi. Ertaga nima bo'ladi, Xudo biladi.